Alloh taolo aytadiki: La uqsimu biyawmil qiyamah va la uqsimu bin nafsil lawwamah. Qiyomat kuniga qasam ichaman dedi. Va malomat qiluvchi nafsga qasam ichaman. Ya'ni o'zining egasini malomat qiluvchi nafs. Insonning nafsi malomat qiluvchi darajasiga yetsa, agar bir ayb qilishi mumkin bo'lsa yoki ayb qilib qo'ysa, agar malomat qilib nega bu ishni qilding? Axir bu ish Alloh taolodan uzoqlashtiradi-ku seni. Bu ish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan uzoqlashtiradi. Bu yo'lga xilof-ku. Sen la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degansan. Rizqni Alloh beradi deb bilasan. Nima uchun? Rizqni ko'paytirish uchun, pulingni ko'paytirish uchun, martabangni oshirish uchun yolg'on gapirding masalan. Nima uchun aldab sotding birovga bir narsani? Mana shunday malomat qilib turuvchi. Yoki nima uchun ustozingni aldading? Nega madrasaga kirding-u masalan? Nega madrasaga kirding-u o'qimaysan? Nimaga dangasalik qilasan? Mana shu odamni malomat qiluvchi nafsi bo'lsa, inshaalloh bu nafs sekin-sekin insonni tarbiyalaydi. Muhasabatun nafs. Inson o'zini o'zi doim hisob-kitob qilib turish kerak, tergab turish kerak.